Bizning mamlakatimizda yoshlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu so'zimizga isbot tariqasida biz hozir mana Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiga tegishli bo'lgan 10-yotoqxona binosida turibmiz. 33 milliard so'm mablag' evaziga barpo bo'lgan mazkur binoda talabalarning har tomonlama bu yerda yashashlari uchun, dam olishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ko'ryapmiz, kutubxonalar, oshxona, umuman olganda barcha sharoitlar bor. 400 o'ringa mo'ljallangan ushbu yotoqxona va undagi imkoniyatlar boshqa ma'lumotlarni olish maqsadida menda suhbatdosh bor. Mazkur universitetning rektori Feruza Madrahimova. O'zingiz batafsil gapirib o'tsangiz bu yerdagi sharoitlardan. Assalomu alaykum. Darhaqiqat bugun bizni Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti uchun quvonchli kunlardan biri hisoblanadi. Chunki bilamiz, har bir talabani ta'lim olishi, sifatli bilim olishi bilan birgalikda ularni yashash sharoitini ham yaxshilash, ularga mana shu o'zlarini yashash jarayonlarida qulay bir imkoniyatlarni yaratish muhim hisoblanadi va bugun bu har bir oliy ta'lim muassasasini oldidagi bir dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Mana bu turgan talabalar turar joyimiz bizning universitetimizning 10-talabalar turar joyi. Demak, bugungi kunda universitetimizda 25 mingdan ortiq talabalar tahsil oladi. Bu kunduzgi, sirtqi, masofaviy yo'nalishlarda va mazkur jarayonda bir narsani aytib o'tish kerak. Qamrovimiz demak mana shu yotoqxona bilan birga 5 mingga yaqin bo'ldi bugun talabalar turar joyida qamrov masalasi. Yana kelgusida bu jarayonni ko'paytirish va bosqichma-bosqich mana shu talabalarga keng imkoniyatlar yaratishni biz rejalashtirganmiz va shu o'rinda aytib o'tish kerak, ushbu yotoqxona davlat xususiy sheriklik asosida tadbirkor tomonidan qurildi va bu yana bir jihati mana shu oliy ta'lim muassasalarida bugungi kunda ushbu jarayon davlat xususiy sheriklik asosida qurilish jarayoni juda keng tarzda amalga oshmoqda. Bu ham tadbirkor uchun yaxshi, ham mana shu oliy ta'lim muassasasini talabalari uchun qulay imkoniyat hisoblanadi. Va bir narsani aytib o'tish kerak, mana o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. Hozir bevosita mana shu respublikamiz oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan shu onlayn ulangan holda respublikamizning barcha hududlaridagi talabalar turar joyini ochilish jarayoni bo'ldi va yana bir jihatga e'tibor qaratish kerak, ichidagi qulay imkoniyatlar talabalarimizni nafaqat bu yerda yashashi, ya'ni o'zlarini xonalari, qulay imkoniyatlar nazarda tutish mumkin, balki bularni kitob o'qishi, ma'naviyat xonalar, tarbiyaga yo'naltirilgan to'garaklarni tashkil etilishi, shu bilan birgalikda ularni mana shu o'qishdan boshqa narsaga chalg'imasliklari uchun maksimal darajada imkoniyatlar yaratilgan. Va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, ushbu talabalar turar joyi viloyatimizda yangi barpo etilayotgan Al-Xorazmiy majmuasi hududida qurildi. Va buni ham o'ziga yarasha gashti bor. Chunki ushbu hududni biz barchamiz bilamiz, bu zamonaviylashgan, bu barcha yoshlarimiz uchun qulay imkoniyatlar yaratilgan bir hudud hisoblanadi. Va shu o'rinda bu talabalar turar joyini shu yerda barpo etilishi, shunga yaqin bo'lgan bizni mana shu fakultetlarimizni talabalarini shu yerda joylashishi ham har tomonlama bugun yangi O'zbekiston ruhiyatini his qilish, 3-Renessans poydevorini qo'yishda mana shu shunga mos yoshlar bo'lib tarbiyalanishda va mana shu davlatimiz rahbarini yoshlarga oid davlat siyosati borasida yoshlarimizga yaratayotgan imkoniyatlardan maksimal foydalanib mana shu qilinayotgan islohotlarga labbay deya javob bera oladigan kadrlar bo'lib yetishlarida muhim hisoblanadi. Rahmat. Albatta bu ma'lumotlarni eshitib amin bo'lyapmizki, mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama bilimli, yetuk kadrlar, komil inson bo'lib yetishlari uchun barcha sharoitlar, imkoniyatlar qo'llanilyapti. Bizda hozircha shular edi. Rahmat, studiya.